Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Haddidan ham qadrbaland qadrdonlar, hammalaringga xayrli kun. Ana Xudo xolasa Rigaga keldik. O'sha mashhur bunkerlar, bozor, baliq bozori, meva bozori. Mana tarvuzlarni mana zo'rlari bor ekan bu yerda mana. Yeb ko'rdim, haqiqatda mazasiga gap yo'q. Akaxon musullar. Samarqandlik akaxon sotyaptilar mana. Bozor mana bozorga kelib, produktda kamkitlar qilib, Xudo xolasa endi reysga chiqib ketamiz. Bitta yil 12 oy meva-chevalar uzilmaydi ekan. Ispaniyadan tinmay kelar ekan mana. Qulpinoy. Qishda kuzda kelganimda ham bor edi. Hozir ham mana shuncha qulpinoy. Oyil qolish kerak mana sariq pomidorlar. Xilma-xil narsalar xullas. Odam to'la. Hamma yoqda odamlar. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Xudo xolasa Yevropada yana ko'rishganda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar hammalar. Omad. Suvlar ham bor ekan bu yerda.